Assalomu alaykum azizlar. Mana men koreyskiy imalmi, qo'ziqorin qanaqadir qo'ziqorin yeyapman mana. O'zim pishirdim. O'zim pishirdim. Qo'ziqorindan qo'ygan xamir. O'tgan kuni men loviya pishirgandim, salat qilaman deb, lekin salatga umuman vaqtim bo'lmadi. Shuning uchun loviyani o'zini yeyapman. Bu juda ham foydali va judayam salat qilib yesanglar ham bo'ladi bundan. O'zbekistonda bor bundan. Konkretniy zo'r narsa. Sizlarga ham buni tavsiya qilaman. Vaholanki bu 5 minut qaynaydi. Men son suvini tanladim. Hozir resmini aytib o'tib ketaman. Buni ham ozdirish uchun uni insonlar parhez tutolmaydi, ozolmaydi. Kechki ovqat o'rniga buni iste'mol qilsanglar bo'ladi. Bu tayyorlanishi judayam oson ekan. Bu tayyorlanishi 5 minut vaqt ketar ekan. Bunga men soldim tayyorlanish uchun. Ikkita tuxumga ozgina un solib, atlas shakliga keltirib, quyuqroq, suyuqroq qilib, undan keyin buni botirib, qizib turgan yoqqa qovursanglar, все. Bu bor yo'g'i 5 minut pishadi. 5 minutdan ortig'ini ushamanglar, chunki 5 minutdan ortig'ini ushlasanglar qotib qolar ekan. Menga bu juda yoqdi. Birinchi marta yeyishim buni. Mazza. Loviyalar bilan zo'r ketar ekan. Zo'r ekan, buni o'tirsa. Bu zo'r. Rasmi chiqdi. Har qizlar rasmi bor. Zato zo'r. Men sizlarga yana bir narsa o'rgataman. Qarab turinglar. Bu pishgan. Bundoq qilib, ichiga ozgina loviya tiqib,
Buni boshqacha usullari ham bor. 7 kunlik 7 kunlik ozdiruvchi retseptim bor. Agar xohlasanglar retseptini yozib berishim mumkin. Maza qilib ozdirib olasizlar. Mana shu bilan bizning videomiz tugadi. Bye.